Mnemonika orqali 2 oyda 50 baravargacha xotirangizni kuchaytirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, ismim Sanjarbek. Men 5 yildan beri o'zimni xotiramni rivojlantirib boraman. Va biz mnemonika orqali har qanday ma'lumotlarni tezroq va osonroq eslab qolish o'rgangan holda xotiramizni kuchaytiramiz. Hozir sizlarga bitta eksperiment sifatida ko'rsatib beraman, ya'ni o'zimni xotiram qanaqa. Do'stga raqam yozaman. Yozadigan raqamlarim taxminiy aralash raqamlar. Nima uchun raqam? Sababi dunyo bo'yicha eng qiyin ma'lumotlarni ketma-ketlikda eslab qolish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lumotlar raqam hisoblanadi. So'zlar emas, matn emas. U juda ham oson. Lekin raqam juda ham murakkab ma'lumot. Shuning uchun men do'stga raqam yozaman va raqamni men sizlarga yodlab aytib beraman. Raqam yozishim uchun taxminan biz vaqt belgilaymiz. 1,5 daqiqa vaqtga qo'yaman. Shu 1,5 daqiqa tugashi bilan raqam yozishni to'xtataman. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, kuzatib tursanglar, juda ham qiziq bo'ladi, chunki men bu narsaga oldindan tayyorlanib, raqamlarni yodlab olib turib, keyin do'stga yozmayapman. Men taxminan yozaman va eslab qolaman. Eslab qolgandan keyin sizlarga aytib beraman yodlagan ma'lumotimni. Va birgalikda tekshiramiz. Ya'ni xato chiqsa, xato bo'ladi, bo'ldi. Noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Demak, tayyor bo'lsanglar, boshladik. Xo'p. Ketdi va hop. Bu 30 sekund qolibdi. Hop, adashib ketdim aytdi. Ya'ni 3 ta noto'g'ri yozib yuboray dedim. Hop, 1 6. Hop, kelinglar mana shu do'stga oxirigacha to'ldirib qo'yamiz. Hop, 7. Tak. Bo'ldi, 1,5 daqiqa menimcha juda ham ko'p raqam bo'ldi. Hozir ko'ramiz birgalikda. Ya'ni qanchalik to'g'ri eslab qola olaman. Menga endi bilmayman qancha vaqt ketadi. Bu narsani men baribir sanab chiqishim kerak, qancha vaqt ketishini. Taxminan kelinglar 10 daqiqani olamiz. Men 1 daqiqani xayolimni yig'ib olishga sarflayman. Tushundingmi? Hop, boshladik. Hop. Diqqatimni yig'ib oldim. Endi ma'lumotlarni yodlashga harakat qilaman shu 10 daqiqada. Hop. Tayyor bo'lsanglar. Demak, boshladik.
Xo'p, taxminan bo'ldim. 5 minut shunda. Tak. Menimcha buralib ketdi. Xo'p, deyarli 5 daqiqadan oshiqroq, ozgina 6 minutga yetar yetmas eslab qoldim. Bu yerda taxminan nechta yozibman? Hozir hisob kitobim bo'yicha. Xo'p, 40 ta, 80 ta, 89 ta raqam yozibman. 89 ta raqam yozibman. Shu yodlab chiqish paytimda hozir hisob kitob qilsam, demak 89 ta raqam eslab qolgan ekanman. 5 daqiqadan, deyarli 6 daqiqadan sal kamroq, 5 daqiqadan sal ko'proq vaqtda. Demak 89 ta raqam. Endi qani qanchalik to'g'ri eslab qoldim. Sizlar tekshirib turasizlar. To'g'ri, noto'g'ri bitta aytib ketaman. Demak, boshladik. Hop, 6 0 9 3 hop 8 6 1 0 7 9 8 3 6 0 9 1 hop 5 3 8 6 0 9 7 3 1 6 0 8 7 1 hop 7 birdan keyin 3 6 adashmayotgan bo'lsam shunaqa. Boshda adashayotgan bo'lishim mumkin. Hop 7 1 3 6 dan keyin tak 9 1 7 0 9 8 3 6 9 1 3 6 0 9 4 7 1 hop keyingisi 6 tak 1 6 dan keyin 1 6 dan keyin 5 3 hop 8 9 tak 8 9 dan keyin 3 1 0 9 tak 0 9 7 6 tak hozir bu yerda ozgina xayolim juda yig'ish ozgina qiyin bo'lyapti. Eslashim ham ozgina qiyin bo'lyapti, chunki 2 marta ko'rib eslab qoldim xolos. Hop, keyingisi 5 8 9 1 8 3 7 7 9 8 0 1 6 0 9 3 7 1 6 7 3 9 1 0 8 6 4 5 0. Hop. Boya men qaysidir joyda xato qildim, adashmayotgan bo'lsam agar. 1 6 0 8 7 1 3 6. To'g'ri topgan ekanman. 7 1 3 6 ekan. Bo'ldi. Hop, mana o'zinglar ko'rib turganingdek, agar qachondir sizlar bilan ko'rishib qoladigan bo'lsak, sizlar meni sinab ko'rish maqsadida deyarli 89 ta, mayli 100 ta xohlasanglar 200 ta yozinglar. Men qisqa vaqtda, taxminan 5 minutdan 10 daqiqani ichida, ya'ni shu ma'lumotlarni tezroq, osonroq hisob qilib turib sizlarga xatosiz aytib berishga harakat qilaman. Menimcha bu 89 ta raqamni siz agar harakat qilib ko'ring, deyarli bir 2 soat, 3 soat vaqtingiz ketadi hisob qilishga. Videoni pauzaga qo'yib turib, shu raqamlarni yodlashga harakat qilib ko'ring. Qani qanchalik eslab qolasiz ekan. Agar mnemonikaga qiziqqan bo'lsangiz, qanday qilib xotirangizni 50 baravargacha kuchaytirib, o'z xotirangizdan to'g'ri foydalanish orqali o'zingizning maqsadingizga, o'zingizning niyatingizga yetmoqchi bo'lsangiz, til o'rganishda tezroq so'zlarni eslab qolib turib, tezroq xotirangizni kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, men siz uchun havola, Telegramdagi pastdagi havola orqali kirib,
o'sha menga yozadigan bo'lsangiz, xotiramni kuchaytirmoqchiman deydigan bo'lsangiz, men sizni qanday qilib bu ishni qilish haqida tushuntiraman. Va telefon nomerimni ham yozib qo'yaman. Shu telefon nomerimga bog'lanadigan bo'lsangiz, xotira haqida men sizga bepul maslahat bera olaman. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling, xotirangizni rivojlantiring. Xayr.